Happy birthday. Ko'rimning mollar yemini ber. Oho, tug'ilgan kunmas to'y bo'lib ketibdi-ku. Yexti, suvchimcha, jirjangoq, yuppi, vafli tort. To'y bo'lib ketibdi-ku. Dada tug'ilgan kuningga aytgan sog'om olib keldingizmi? Kanishni bolajonim, mana iPhone 17 1 terabaytligi. Arag'ashib emas, oqqina dedi-ku. Kerak emas, bu oqmas ekan. Sizlar meni yaxshi ko'rmaysizlar. Ana ko'rdingizmi, bolaga diski travma berdingiz. Dada meni tug'ilgan kunimga va'da qilgan sovg'ani olib keldingizmi? Ya kanishni mana senga 2 yoshlik toshcha olib keldim. Yo, dali, endi meni bolchivorim bor. Tutma. Bolam bu yil tug'ilgan kuningga toqqa boraymi yo parkka boraymi? Voy, park bilan toqqa har kuni boradi-yu. Yo, bu safar Dubayga olib borasiz, dada. Obid ketmanchayni ketdik bug'doy sug'arishga. Dadasi bugun tug'ilgan kuni-ku, bug'doy uy sug'arib kelag'ay. Bu borib o'zapayoyat, zing'illab olam. Osh, qozonkob, shashliklar tayyor. Stekchi stek. Stek nima u? Ana, non palov ham tayyor. Aya, osh palov qilaman dedingiz-ku. Bu ham palov bolam, faqat non palovda. Pizza ham zo'r ekan. Qozonkob ham xil-xil bo'pti. Kimga qanaqa tamlisidan? Menga gold, menga apelsinli bolam. Dada bu yoqdan chiqib jo'ralar bilan dachaga boramiz. Bo'ldi, toychog'im. Ava. Yaqinlarni birlashtiruvchi tam. Aya, meni tug'ilgan kunimga boshqa ovqat yo'qmi? Bo'ladi, shu tug'ilgan kuningni qolgani yangi yilda qilamiz. Men yiliga 2 marta tug'ilgan ekanman. Aya, sinfdoshlarni ham aytsam maylimi? Yuppi ichding, non palov yeding, yemaganing bitta tayoq qoldi. Hozir tayog'am joydani olib kelgan otimni ham sindirib tashlayman. Yo, bo'ldi, tavba qildim, chaqirmayman. Ota-onalarimiz nima desa xo'p deb yog'och otga xursand bo'lgan oxirgi avlod bizlar bo'lsak kerak. Toki ajoyib kunlar ota-ona bag'rida bolaligim. Men nech marta aytaman, Instagramdagi hayotga ishonmanglar. Har kun restoranda, har kuni bir zalda bunday story qo'ygan, ishonmanglar, yegan turmushi shu bo'lardi mana. Makaronli non palov. Non palov. Mazza qilib, bolalikni eslab, non palov yapmiz. Yana kimda shunaqa xotiralar bor, bolalik bilan bog'liq shunaqa xotiralar bo'lsa, ayniqsa tug'ilgan kun haqida zo'r narsa olyapmiz. Mana shu dasturxon, mayli bu yerda bir shohona bo'lmasligi mumkin, mayli bir dunyoning turli noz ne'matlar bo'lmasligi mumkin, lekin o'zgacha bir rohat bor edi, o'zgacha bir xotirjamlik bor. To'g'rimi, yo'qmi? Kim meni anaqamga qo'shilar gapimga? Shunday kompotda yuppi mana. Yuppi kim eslaydi? Shunday tovoqchaga shunday suv solib, rang solib qo'shib mazza qilib ichdik-ku. Idishlarga bilan qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qilyapmiz. Buni bor-ku, dunyoni menman degan restorandan topa olmaysizlar bu ta'mni. Hozir opam bundan ortiq maqtanmayman. Yaxshi chiqdimi o'zi? Zo'r. Yana qanaqa xotiralar bor? Yozib ketinglar.